Onyx va Trek Rider degan shofyor akalarimizga bitta life hack, biladiganlar uchun eslatma, bilmaydiganlar uchun foydali maslahat berib o'tamiz. Bu yoq yomg'irli havolarimiz boshlanib qoldi. Yomg'irli havoda bilasizlar, ayrim vaqt kam yomg'ir yoqqan paytda birinchi palajanamiz juda tez ishlaydi. Buni kamaytirishning yo'li ana tez ishlaydi ko'rganlaringizda. Buni o'chiramiz, dvornikni. Bitta pastga bosamiz, avto rejimni ishlatamiz. Keyin birinchi palajanani bitta yoqamiz, keyin o'chiramiz. Necha sekund sanab qilsa bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekundga qo'ydik. Keyin yoqamiz. 7 sekunddan keyin ishlaydigan bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xuddi shunday xohlagan sekundlaringizga qo'ysalaringiz bo'ladi. Buni yana o'chiramiz. Yana boshqa sekundga alishtirmoqchi bo'lsak, yana bitta pastga avtoni ishlatamiz. Birinchi palajanani yoqamiz, o'chiramiz. 10 sekundga qo'yamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizda 10 sekund yoqib qo'yamiz. Ko'rganlaringizdek 10 sekund ishlaydi o'zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sekund ishlaydigan bo'ldi. Necha sekund kerak bo'lsa sizlarga 3 sekund, 2 sekund, 1 sekund, 5 sekund xohlagan sekundlaringizga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Buni Onyx va Trek Rider degan shofyor akalarga jo'natib qo'yamiz.